Katta qadamlar kichik qadamlardan boshlanadi deganidek, men ham kichik sayohatlarimdan sekinlik bilan katta sayohatlar sari qadam boshladim. Nimaga unday deysizmi? Tanishing, Qirg'iziston. O'sha o'zining go'zal tabiatni panoramasi bilan ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan ulkan tog'larda hali ham turgan qorlar, haqiqiy chavandoz otlari, ko'pchilik o'zi tayyorlab ichmoqchi bo'lgan, lekin o'sha yernikidaqa bo'lmaydigan qimizlari va buni uzoq davom ettirish mumkin. Shunday qilib qo'shni davlatga sayohatimizni kun davomida yeyish uchun yeguliklar olishga Qirg'izistonning supermarketiga kirdik. Ko'rib turganinglarday bu bizni korzinkamizga o'xshagan katta magazin. Globus. Adashmasam biz tomondan bitta globus bor. Takrasi uyim yonida globus bor. Xuddi biz o'zimizga o'xshagan korzinkaga o'xshagan joy. Qiziq ekan, buni katta ekan, tepalarda anaqa joylar bor ekan. Bularda spirtli ichimliklarni ham ana shunaqasiga sotishar ekan, bemalol. Bizda unaqa mumkin emas, lekin bizda bozorlik bo'ldi. O'qchi 1000 so'm bo'pti, 1000 so'm qirg'iz so'mida. Shu 912 so'mlik bozorligim o'zbek so'miga 124.415 so'm bo'ldi. Shunday qilib keyingi asosiy manzil tomon yo'l oldik. Jamoamizda shunga o'xshash anjanlik sho'x akalar bo'lgani uchun zerikmasdan birinchi manzilga yetib bordik. Bu yerning eng katta o'ziga xosligi sof havo, baland tog'lar va deyarli tegilmagan tabiat. Shahar shovqinidan uzoqda joylashgan bu hudud dam olish va tabiatdan zavqlanish uchun juda yaxshi joy hisoblanadi. Qoraqo'y hududi ming yillar davomida yomg'ir va tog' jinslarining tabiiy o'zgarishlari natijasida shakllangan. Shu sababli bu yerda turli ko'rinishdagi qoyalar, baland cho'qqilar va keng adirliklarni uchratish mumkin. Bunday joyga kelganda odam ich-ichidan hissiyotlar barqarorlashadi. Shahar shovqinlaridan uzoqlashib, hayotni tahlil qilishga yordam beradi. Shunday ekan, men ham o'zimning shaxsiy va kichik fikrlarim bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Kelishdan juda ham qiziq bo'ldi. Toshkentdan soat shunday tabiat aynan mana shu joylarga chiqqanda ichidan nimalarni his qiladi. Odam o'zi bilan yolg'iz qoladi-dani, muammolarini gaplashadi yoki qanaqa hayotda kechirayotganini o'ylashi mumkin. Hayotini tahlil qilib ko'rishi mumkin. To'g'ri, uyga kirib ham yoki-da qanaqadir xilvat joyda, qorong'u xonalarda ham bu narsalarni o'ylab ko'rsa bo'ladi, lekin u tomonlama juda ham negativ ko'payib ketish mumkin. Nimaga? Chunki qorong'ulik odamni qobiqqa kirgizadi va o'zi bilan yolg'iz qolib, o'zi bilan o'zi kurashib ketish mumkin. Bunday tabiatli joylarda esa tabiat qo'ynida his qiladi. Yengil shabada esib turibdi. Bu yoqda esa shunaqangi go'zal tabiat odamni o'ziga boshqacha emotsiyalar bilan tortadi. Ayniqsa hozirgi vaqtda, hozirgi zamonda ijtimoiy tarmoqlarning oqimi natijasida hayot shu darajada tezlashib ketdiki, uni siz tasavvur qila olmaysiz. Ya'ni kimdir ijtimoiy tarmoqlarda u narsani ko'radi, bu narsani ko'radi. Menda yo'q bu narsa, men ham unga yetishim kerak deydi. Odam shu darajada o'zini shu oqimga uraveradi, natijada o'zini unutib qo'yadi. Ya'ni hayotdan zavqlanishni unutib qo'yadi. Internetdan topgan ma'lumotlarimga qaraganda, mana shunday tabiat qo'ynidagi sayohatlar uyqu sifatini oshiradi. Toza havo va jismoniy faollik chuqurroq uyquga yordam beradi. Energiya ortadi. Tog' havosi va faol harakat organizmni tetiklashtiradi. Stress kamayadi. Tog'lar, o'rmonlar va tabiiy manzaralar insonning asab tizimini tinchlantiradi. Isming nima? Isming? Oting. Otimmi? Ha. Xalifinur. Xalifinur? Ha. Seningchi? Daniel.
Daniel, rostdan. Ano taksidagi Danielmi? Shotlik Danielmi? Sen nima deding? Alfinur. Alfinur. Daniel. Meniki Azizbek. Aytinglarchi? Azizbek. Gap yo'q, besho. Malades. Malades. Bilaman. Bo'pti. Charchamayli. Birinchi manzildan keyin tushlik vaqti bo'ldi va biz qirg'iz yurtlariga kirib ovqatlandik. Albatta ovqatlangandan keyin turli xil fikrlar keladi va yana kichik mavzularda fikr almashamiz. Sayohatni qimmat deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Misol uchun, oddiy o'zimizni Toshkent viloyatidagi turlarga chiqib kelsangiz, mana shunaqa tabiat qo'ynidagi turlarga o'rtacha 300 ming ketish mumkin. Siz bu pulni esa bitta o'tirishda yoki bitta tug'ilgan kunni o'ziga ishlatib yuborasiz. Lekin tog'ga chiqib olgan emotsiyalaringiz sizni butun umr yodingizda qoladi va keyingi sayohatlarga ham chiqishingizga turtki bo'lishi hech gap emas. Misol uchun, meni birinchi chiqqan sayohatim 2024-yil dekabr oyida bo'lgan. 18-dekabrda Lashkarak o'rmoniga qishda chiqqanman. Yangi sayohatlar qilganimda turli xil odamlar bilan tanishaman. Ba'zi birlari o'zimning sohamga oid odamlar, ba'zi birlari esa boshqa turli xil sohadagi odamlar. Eng asosiysi kommunikatsiya muloqoti, ya'ni kommunikatsiya oshadi, odamlar bilan gaplashishingiz yoki yangi tanishlar orttirishingiz. Undan tashqari hozirgi vaqtda meni ishlayotgan loyihalarimning juda ham ko'pi mana shu trip orqali, ya'ni sayohat orqali tanishgan odamlarim bilan birgalikda ketadi. Ikkinchi panorama manziliga ketishimizda mana shunday go'zalliklarni ko'rib qoldik. Ta'riflashga til ojiz. Internetda mashhur bo'lgan Qoraqo'y panoramasi. Bu yerda asosan turistik manzilga ancha moslashgan, ya'ni yaxshi restoranlar, savdo-sotiq zonalari, ijaraga otlar olish mumkin. Sayohat qilish kerak. Albatta, yuqorida aytib o'tganimdek, har bitta sayohatda o'zimga yarasha xulosalar, oldimda turgan ishlarni bajarishga bo'lgan ishtiyoq yana ham yuqorilashadi va oldimda endi qilmoqchi bo'lgan ishlarim qiyin tuyulsa-da, lekin mana shunaqa sayohatlardan keyin, mana shunaqa emotsiyalardan keyin, go'zalliklardan keyin qilinadigan ishlarning qiyinchilik darajasi ham kamayib ketib, xuddi osondek ko'rinadi. Bu videolar orqali sizlarni sayohatga bo'lgan qiziqishinglarni oshirishga harakat qildim. Umuman olganda, bunga o'xshash joylar O'zbekistonda ham ko'p, lekin har bitta joyda o'ziga yarasha vibe, o'ziga yarasha atmosferasi bo'ladi. Shunday ekan, davlatlarga chiqib ko'rish kerak. Buning uchun 1000, 2000, 3000 dollarlar pul sarflash shart emas. Juda ham kam miqdordagi bo'lgan pullar bilan ham mana shunaqa go'zalliklarni ko'rish mumkin. Har bitta sayohatdan keyin yuqorida aytganimdek, odamlar bilan yangi tanishuvlar, yangi lokatsiyalarni ko'rish, chiroyliklarini his qilish. O'zbekistonda ham bor, to'g'ri bunaqa joylar. Lekin u yerning ham o'ziga yarasha atmosferasi, bu yerning ham o'ziga yarasha atmosferasi bor. Sayohatimiz uzoq masofalardan bo'ldi, to'g'ri, lekin bu yerda oladigan atmosfera, bu yerdagi hissiyotlar, bu yerdagi xotiralar butun umr esda qoladi. Va bu videoni o'sha mashhur gap bilan yakunlayman. Bu esa keyingi kadrda bo'ladi. Kameralar haqiqiy go'zallikni yetkazib bera olmaydi. Siz ham o'zingiz uchun vaqt ajratib, dunyo tashvishlarini esdan chiqarish uchun, hayotingizni tahlil qilish uchun ham albatta sayohat qiling. Video boshidagi o'sha mashhur gap bilan ushbu roligimizni yakunlamoqchiman. Pulni turli xil to'y hashamga emas, sayohatga sarflang.